Men kulmaydi. Rahmat. Shaytonni ko'p qildi. So'rasa, u bog'chada suv ichmoqchi. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Bog'cha opaning betob bo'lib qolgani bu bog'chaga butunlay kelmay qoladi degani emas. Farzandingiz uyga borib ovqat so'ragani, u bog'chada ovqat yemadi degani emas. Tarbiyachi, rasmchi yoki videochi degani emas. Farzandingiz bog'chaga yig'lab kelishi, bog'chada tarbiyachi uradi degani emas. Bog'chada pul yig'ildi degani tarbiyachiga pul kerak bo'lib qoldi degani emas. Bolalar obedda uxlagani, tarbiyachi ham birga uxladi degani emas. Tarbiyachi bog'chada qattiq gapirdi degani, bolangizni urdi degani emas. Tarbiyachining do'mboqligi bu farzandingizni ovqatini yeb qo'yganda degani emas. Farzandingizni videoga tushmaydi degani, mashg'ulotga qadashmaydi degani emas. Farzandingizni bog'chaga kech kelishi, bu kech ketadi degani emas. Tarbiyachi yordamchisi degani, bu har doim oshpazga yordam beradi degani emas. Farzandingizni uyga borib suv so'ragani, tarbiyachi bog'chada suv bermadi degani emas. Bir kirdi degani, bolani urdi degani emas. Bolangizni yiqilib tushdi degani, tarbiyachi itarib yubordi degani emas. Rahbarni bog'chada bo'lmasligi xodimlarning nazoratsiz qoladi degani emas.